Yo'q, men xatolaring ustida ishlaging kelmaydi. Bir marta o'zan tamom. Mana shu qog'ozga bo'sh joyini qoldirmasdan hamma yog'iga chizib chiqinglar. Shartmi, onajon? Shart. Kelin, siz ham chizing. Yaxshi. Mana endi ustidan ismi Sharifiylarni yozinglar. Oyijon, buni ustiga yozganingiz bilan baribir bilmaydi-ku. Men yangi bor olib kelaman. Shart emas. Mana sizlarga o'chirg'ich. O'chiringlar. O'g'lim, turmush mana shu kabi o'chirg'ichga muhtojdir. Agar sen ayolingdan o'tgan kamchiliklarni o'chirib turadigan bir o'chirg'ichni olib yurmas ekansan, ayoling ham sendan o'tgan va uni xafa qiladigan ishlarni o'chirib turadigan o'chirg'ichi bo'lmas ekan. Atigi bir necha kun ichida oppoq turmush varog'ingiz qora chiziqlar bilan to'lib ketadi. Shundoq ekan, bir-biringizni xatolaringizni poylab yurmang. Aksincha, kechirimli bo'lib, ayblaringizga ko'z yumib yurishga odat qilinglar. Sizlarning eng yaxshilaringiz ayoliga yaxshi bo'lganlaringizdir, deb buni kim aytganini bilasan-a?